boyagi Toshkent Rublyovkasi ipechi tutzordan joy qaryapti chiqmayaptimi-da. Bitta shunaqa siz uchun chiqdi-yu, aka. Qarang, mahallani go'zalligini qarang. Qarang, qanaqa chiroyli uylar tushgan, aka. Mana qarang, go'zal qo'yishdi. Aka, endi bu mahalladan olgandan keyin sizga bilaman, uncha remontlar yoqmaydi. O'zim remont qilaman, o'zim idealimdek uyni qilaman deyish to'g'rimi, aka? Mana 4 sotu 20 ga 20, aka. Fasad ham 20 metr. Ideal sizni xohishingizdagi planda qilingan, aka. Korobka sotuvga chiqdi. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Kichkina tepa ham o'zlari uchun sizga qilib qo'yganlar, aka. Bosib yuboradigan joyi. Xo'sh, 3 urinda bo'ladi. Xonalarning soni 8 ta, 360 kvadratdan iborat. Narxini ham sraz aytaman, $370,000 kelishiladigan joyi bor, aka. Kelib, bemalol tekshirib, qurilishlarni ko'rib, quruvchingiz bilan, dizayneringiz bilan kelib ko'rib olsangiz bo'ladi. Elektrlarini akam o'tkazib qo'yganlar. Xo'sh, bu yerdan ham kirsanglar bo'ladi, aka. 100% podval bo'ladi. Kirish qismini ikkita qilib qo'yganlar, aka. Xohlasangiz bu yerda oshxona qurasiz, xohlasangiz bu yoqni oshxona qurasiz. Boyaga bosib yuboradigan joy, aka. Qurilishlarni ham ko'ryapsizmi? Ikkita g'isht deysizmi? Hammasini bemalol ko'rib, tekshirib olsangiz bo'ladi, aka. Kelib ko'rib olsangiz, undan ham maza qilasiz, aka. Bosib yuboradigan joyi.